Assalomu alaykum hurmatli Bau kompaniyasini hurmatli obunachilari. Mana bugun ertalabdan sizlar uchun qiziq videolarni olishga kirishdik. Bau kompaniyasida yangi texnikalar kirib keldi. Mana shu texnikalarni texnik ko'rsatkichi haqida Umidjon akamiz mutaxassisimizdan sizlar uchun qiziqarli ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Bitta eskiatma Bau kompaniyasi Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, Xitoyda to'g'ri birinchi qo'l mana shu shkolatga mana bunday texnikalar yetib keladi va O'zbekistonni 12 ta viloyati bo'ylab tarqatiladi. Mana shu texnikalarni albatta Umidjon akamiz mutaxassis mana shu soha bo'yicha texnik ko'rsatkichi, ishlatish tartibi haqida akamizdan ma'lumotlarni olib obzor qilamiz. Akajon, boshlaylik. Avvalambor assalomu alaykum, chorva ishqibozlari. Bugun Bau kompaniyasiga juda ham zo'r ho'l mahsulotlar uchun drabilka yetib kelgan. Bu Xitoy zavod bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Sifati ham ancha yuqori. Qonli ichlarini ham bir qator tushuntirib o'tamiz. Shu tarafidan solinadi. Ho'l, quruq, xashak mahsulotlarni shu joydan o'zi tortadi. Video davomida ishlatib, tekshirib ham beramiz. Pichoqlari ham oq pichoqdan pechatli bo'ladi. Juda ham qattiq material bo'ladi. Lezvali deyiladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, ataga 10% svarka ishlatilgan xolos. Zavod ikkita remen orqali harakatlanadi va motor qismlari keladigan bo'lsa, bu datchigidan necha tok ishlatayotganingizni ko'rsatib turadi. Motor kilovatlari toza 3 kilovat bo'ladi, alyumin admotkali. Sababi to'y tanlamas motor bo'ladi bular. Shuning uchun alyuminli bo'ladi. Bemalol uy tok ishlaydi. Ya'ni mana 220 ga bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Xarajat kamroq. Xarajat kamroq. Yana bir narsa qo'shimcha qilib o'taman shu joyiga. Buni dala joylarda ishlatish ham mumkin. Elektr motorini o'rniga benzinli motorni qo'yib turib, shu ikkita remenni harakatlantirib, shift qo'yib, dalani o'rtasiga olib borib ishlatishingiz ham mumkin. Bularni zakaz asosida ham o'rnatib ham bera olamiz. Va tepa qismidan esa mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Har xil turdagi polizekinlar, sabzavotlar, hali mevalarni ham bog'lari bo'lsa, tepa qismidan solib to'rg'a bersa bo'laveradi. Pichoq ishlatib yurmaydi bu drabilkada. Alive salat ham qilsa bo'lar ekanda. Alive salat qilib, biftekslar ham qo'ysa bo'ladi. Raygos qo'yilib. Xo'p. Yana qanday ma'lumotlar bor aka bunda? Buni materiallariga bir qator qarasangiz, hammasi bunaqa pechatli, gulli bo'ladi. Oddiy tunika bo'lsa, vibratsiya ko'p bo'ladi. Bularda gulli bo'lgani uchun bir xilda, bir tekizda turadi. Og'irligi 72 kilogramm ko'rsatyapti. Og'irligi 72 kilo bo'ladi, sof og'irligi. Shu rangi ham aytib turibdi o'zi, ho'l o'tga, ko'k o't uchun moslashgan ko'rinib turibdi, moslashganligi. Va ikki xil razmerda chiqarib beradi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. O'rtasida neytral mevalar va sabzavotlar to'rg'ash uchun o'rtasida va bularida esa yiriroq va mayinroq qilib chiqarib beradi. Skoruslar. Bu оборотni sekinroq, tezroq qiladi. Shuning uchun mayinroq, yiriroq qilib beradi. 1,5 sm ga 2,5 sm. Hozir video davomida shunisini ishlatib, tekshirib, yurgizib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz mana shu mahsulotlarni. Buni afzalli tarafi o'zingizni xohishingizga qarab o'sha mahsulotni o'tkazsangiz bo'lar ekan. Afzalli bemalol bo'laveradi. Molga, qo'yga, endi molga bo'lsa sal kattaroq chiqarib berishadi. Sababi tiqilib olmasligi uchun. Qo'yga bo'lsa mayinrog'iga, skorusga qo'yib turib, ikkita shestinna bo'ladi. Mayinroq shestinasiga qo'yadi. Unda ishlatib foydalanishi mumkin bo'ladi bemalol. Unda ishlatib ko'rsataylik. Ishlatib, tekshirib, yurgizib beramiz, chiroyli qilib. Eng qiziq joyi ham buni aka narxida. Albatta. Narxi ham juda ham arzon qilib yubordik. O'tgan yillari ham 2 million 200 ming so'mdan kam sotilmagan. Bau kompaniyamizdan 2 million so'mga 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beryapmiz. Shu narsani, mana shu narsa 2 million. Xuddi shu narsani
2 million so'mga atiga yetkazib beryapmiz. 1 yil isrof bo'lgan hashayd puliga keladi. Va mana qanday yetib borishini ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Olib kelaylik. Optim joyi birinchi qo'l Xitoydan. Mana shu narsalarni qabul qilib olasizlar. Mana Bu komplektda. Komplektni shu holatda jo'natamiz. 1 2 3 4 5 ta mesda bo'ladi. Hammasi olib bu qanotlari alohida korobkada bo'lmaydi. O'zida 4 ta oyog'i, bunker qismi va motor qismlari shu ko'rinishda yetib boradi. Mana bu tepa varankalari, varankani zashinilari mana ko'rib o'tishingiz mumkin va hashay soladigan tarafi shu holatda yetib boradi. Hammasi bo'lib 5 ta mesda bo'ldi. 12 ta viloyatga yetkazib shu ko'rinishda yetkazib beramiz. Mana shu holatda 2 million so'm aka, mana shu 2 million so'm atiga. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ko'rib turibsizlar, ba'zani kattaligi bitta e'tibor qilaylik, kamera bilan bir ko'rsatingda. Ba'zi juda ham katta. Xohlaganingizcha mana shunaqa drabelkalarni xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, agar siz tirikchilikka olaman desangiz, mana sizga ajoyib imkoniyat. Olib sotsangiz ham bo'ladi, tirikchilik qilsangiz bo'ladi. Mana buni qulaylik tarafi yengil ekan hamda aka. Yengil. Yengil majbur. Bemalol ko'chirib yursa ham bo'ladi. Va eng qiziq joyi, arzon narx qo'yib mijozlar telefon qilsa tugab qoldi deydi. Bizda tugamaydi. Doimiy shu narxda bor. O'zimizda zapas bor. Bo'lmasa narigini ishlatib beramiz chiroyli qilib. Hurmatli obunachilar, yuqorida aytganimizdek, mana bu qo'l o'tdan boshlaymiz. Hozir o't qazishdi. Birinchi bo'lib. Mana bu o'tlarni hozirgi kunda ko'chada ham ko'rasizlar. Biz mana shu o'tni o'tkazib ko'rsatib beramiz. Hozirda bidalar hali yetishmagan. Mana shuni sizlar eksperiment qilamiz. Hozir tayyorlab oldik. Zaganni qirg'og'ida qanaqa hayvon yeydigan yovvoyi o'tlar bo'lsa, o'rib keladida, bundan chiqarib bemalol tekin hashar. Endi bu holatga chorvalar yemaydi. Yemaydi, shu holatda yesa ham bakiniydi. Bu yog'och holatini qoldirib qo'yadi. Qo'yada ham xuddi shu holat bo'ladi. Hozir ishlatib tekshirib beramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz ko'rib o'tishingiz mumkin. Silos qilib tashlaydi mana. Bundan chiqqan makka poyalarni ham shunaqa silos qilib yuboradi. Bemalol sal quritib, bosib qo'ysa ham bo'laveradi. Qishga tayyor yem. Salat tayyor qisqasi. Gap yo'q. Ko'rdinglar? Hozir endi qurug'ini ishlatib ko'ramiz. Sifatiga baho beraylik, kesishiga baho beraylik mana. Tushunganlar tushunadi bu narsani, kesishiga baho beraylik. Maydalab tashlaymiz. Hop, endi makka poyani o'tkazamiz. Makka poyani qo'lini ham chiqaradi, qurug'ini ham chiqaradi. Endi hozir qurug'ini topdik. Bahor endi kelib makka poyalar tayyor bo'lyapti. To'liq hozir yo'llik uchun qurug'ini ishlatib chiqarib beramiz. Boshlaylik aka.
Mana hurmatli obunachilarimiz, silos qilib tashlaydi. Bu qurug'i hozir. Mana umuman yog'och qolmagan. Bo'lib tashlaydi hammasini. Mana. Bundan chiqqan hashay mahsulotlar umuman isrof bo'lmaydi. Mana hayvonga ham shu butun tashlab qo'ysangiz, bakini deydi, yog'ochini yemaydi. Bundan chiqqandan keyin xudo xolasa umuman isrof bo'lmaydi. Bemalol iste'mol qilaveradi. Yana bitta eslatma, chorvalarga mana shu yemlarni maydalab bersa, yaxshiroq hazm bo'ladi deb eshitgandaman. Probetkalar orqali maydaroq bersa. Yaxshi hazm bo'ladi, keyin isrofgarchilikni birinchi o'rinda oldini oladi. To'g'ri. Sababi hozir chorvachilikda hisob-kitob, avvallari hisob-kitob qilinmardi. Hozir hisob-kitobi birinchi o'rinda turibdi. Albatta. Hisob-kitob qilib bermasangiz, endi hozir shunda aralashtirsa yeydimi? Aralashtirsa bemalol yeyveradi. Turibsizlar. Bunun ustiga yana hozir mana bunaqa sholg'om turib, sabzilarni ham ishlatib ko'rsatamiz. Buni alohida to'kib qo'yaylik bir joyga nari. Faqat o'zini chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, poliz ekinlarini tayyorlab oldik. Hozir ulardan alva salatga o'xshash chorvachilikka mayin qilib chiqarib beramiz. Undan oldin mana bu tepada tunikasini olib qo'yasizlar. Tepa qismidan tushadi. Mana pichoqlari o'zi ko'rinib turadi. Shunga o'xshash narsalar polizlikilari yuqori Mevalar, mevalar ham bo'laveradi. Hashaklar yonboshida. Hashay mahsulotlar ho'l quruqni bu tarafdan o'zi tortadi. Haligi bunga kuchlanib itarib yurmaydi. O'zi tortib kirib ketadi, bu yerdan sirazi o'tadi, ichida chaynab ham turmaydi bu. Soladi, sirazi chiqarib beradi. E'tibor qilasizlar, bu tarafidan qo'ymaylar. Polizliklar. Hop. Ha, tokka suqay bo'lmasa. Ha? Hop. Mana ko'rib turibsizlar 220 volt. Mana shundan mumkin. Bunda bemalol qo'ylarga bersangiz ham rosa semiradi. Aka bitta istab qo'lda bo'lishga to'g'ri qo'yishda bo'lmay. To'g'ri. Masalan, qolganiga ma'qul. Ha. Bitta qaror qilmaydi. Yo'q, yo'q. Judayam bolam qo'yam yeyishlik qilib beradi. Bemalol. Mana endi Mahsulot biftek deydimi? Mahsulot tayyor mana. Alve salatmi mana tayyor. Yemga aralashtirib
chorvachilikka bemalol berib, shunaqa qilib buqa, qo'chqorlarni semirtirsa bo'ladi. 3 xalta mana shu mahsulotlarni o'tkazishga umumiy hisobda 1 minut vaqt yetar ekanda, aka shunga narsa e'tibor qildim. Bu 1 soatda qancha mahsulotni o'tkazadi? Bu qo'l qo'yani deyilgan 1000 tonna, 1 tonna 200 gacha. Mana shunisi. 1 tonnadan 1 tonna 200 gacha ho'l mahsulotlardek ekan. Gap bo'lishi emas. Mana ko'rdinglar, natijani ko'rsatyapmiz sizlarga. Mana hamma jarayonni ko'rib turibsizlar. Drabetka juda ham ajoyib ekan. 220 volt tokda ishlaydi. 1 soat ichida 1 tonnani 1 tonna 200 gacha mahsulotni qayta ishlab berar ekan. Ma'qul kelgan bo'lsa like bosib qo'ying. Endi aka Chiqqan yillari ham bor mana. Ikkinchi oy 2026-yil. yaqinda chiqqan. Zavod tomonidan yaqinda ishlab chiqarilgan drabilkalar. 1 soatiga 1 tonna yu 200 u 1 tonna ekan, ha? Ha. Ho'l mahsulotlarga. Mumkin emas. Ana shu drabilka haqidagi fikringizni albatta kommentariyaga kutib qolamiz. Chorvalaringizga albatta mana bunday yem mahsulotlarini o'tkazib qayta ishlab bersangiz, uni semirishi, o'ziga yuqishi yaxshiroq bo'lganda, mana shu masalalarni men ko'rib chiquvdim. Yaxlit holatda berganingizdan ko'ra qayta ishlab bersangiz yana ham yaxshiroq. Kimga shunaqa yana har xil turdagi sifatli drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib O'zbekiston berish. bo'ylab 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib, ataga 2 million so'mdan yetkazib beramiz. Video ma'qul kelgan bo'lsa, albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va bitta like bosib qo'yishni unutmang.